Kundan kunga yangilanib, taraqqiy topib borayotgan O'zbekistonda har bir sohada o'zgarish, yuksalishni kuzatamiz. So'nggi 5 yilda xalqimiz manfaatini ustuvor qilish, oilalar farovonligini oshirish, inson qadrini yuksak darajaga ko'tarish borasida ko'lami keng ishlar amalga oshirildi. Buni hatto olis hududlarda ham yaxshi natija berayotgani, insonlar hayotiga farovonlik kirayotganida ham ko'rish mumkin. Bir vaqtlar orzu bo'lgan tabiiy gaz ta'minoti, toza ichimlik suvi yetkazilishi, asfalt ko'chalar xalqimiz hayotiga o'ziga xos nur olib kirdi. Hududlarda kambag'allikning qisqartirilishiga qaratilayotgan e'tibor esa ishsizlar sonining keskin kamayishi, oilalar daromadi oshishi va migratsiyaning oldini olishda muhim asos bo'layotgani barchamizga ayon. Ammo bu borada hali qilinadigan ishlar bisyor. Shu bois hududlarga biriktirilgan mas'ullar aniq reja asosida aholi bilan muloqotlar o'tkazib, aniqlangan muammolarni bartaraf etish yo'lida ish olib borishyapti. Ayni jarayonda viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi mas'ullari asosiy tashabbuslilardan bo'lib, har bir hududdagi mavjud muammolarni joyida bartaraf etish yo'lida o'rganishlarni davom ettirmoqda. Bizda birinchi chorak yakun bo'ldi. 30 mingdan ziyod ishsiz fuqarolarimiz ish o'rni yaratildi va bandligi ta'minlandi. Birinchi navbatda, demak bizda birinchi yanvar holatiga 5.7% kambag'allik darajasi, 4.9% ishsizlik darajasi edi. Mana bizda birinchi chorak rejasi 27,5 ming ish o'rni yaratilishi kerak edi. Bugungi kunda birinchi chorakda 30 mingdan ziyod ish o'rni yaratilib, 115% ga reja uddalandi. Mana shu asosan investitsiya loyihalari, keyin doimiy ish o'rinlari, qishloq xo'jaligi yo'nalishida, tadbirkorlik yo'nalishida ish o'rinlari yaratildi. Mana shu yo'nalishlarda hozirgi kunda 30 ming aholi ish o'rinlari yaratilib, bandligi ta'minlandi. Yil oxirigacha bizni natijamiz o'zimiz reja qilib olganmiz. Demak, kambag'allik darajasi hozirgi kunda 5.7% bo'ladigan bo'lsa, yil yakuniga 3.4%, ishsizlik darajamiz 4.9 bo'lsa, 2.5% rejalashtirib olganmiz. Avvalo, nogiron ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarimizni, hurmatli prezidentimizning qarorlari bor. Har bir korxonada bo'sh vakant ish o'rinlari saqlash va yaratish. Mana shu yo'nalishda ham hozir bo'sh ish o'rinlari yaratilgan, nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz o'zini kasbiga oid, o'zini mutaxassisligi bo'yicha keladigan bo'lsa, bo'sh ish o'rinlari va o'sha nogironligi bo'lsa, xuddi o'sha lavozimlarga ular qo'yiladi. Undan tashqari, tomorqa masalasida yordam berilyapti, mana ekib berilyapti, subsidiyaga urg'u olib berilyapti. Uni ham hurmatli prezidentimiz 22 sonli qarorlar chiqdi, 18 sonli farmonlari chiqdi. Vazirlar Mahkamasining 158 sonli qarorlari chiqdi. Bunda ham subsidiya yo'nalishida yordam ko'rsatiladi. Suvda yo'nalishda yordam ko'rsatilyapti. Demak, bugungi kunda eng asosiy yo'nalish, eng asosiy yordam ko'rsatiladigan masala kambag'al xonadonlarga yordam ko'rsatib boryapmiz. Asosan o'zi qarorning nomi kambag'allikdan farovonlik sari dasturi yo'nalishida ish ketyapti. Demak, kambag'al xonadonlarni ish bilan ta'minlaydigan bo'lsak, daromadli mehnat qilib beradigan bo'lsak, demak u kambag'allikdan farovonlik yo'nalishiga o'tib, yaxshi yashash sharoitiga keladi va ham davlatdan, ham jamiyatdan rozi bo'lib yashaydi. Viloyatimizning kundan kunga rivojlanib borayotgan hududlardan biri bu shubhasiz Navbahor tumanida. Bugun mazkur hududda 122.339 nafar aholi istiqomat qiladi. Yangiobod mahallasi aholisi soni esa 3064 nafar va bugun bu yerda ham kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida maqsadli jarayonlar davom etyapti. Mahalladagi Bog'zor ko'chasi 63-uyda yashovchi Murod Ikromov ayni paytda nafaqada. U kishining oilasiga qo'shimcha daromad kiritish uchun imtiyozli kredit ko'magida yangi ishlar boshlashiga imkon berildi. Nafaqa chiqqandan keyin mana shu kelinlar bilan bolalar bilan hammasi birgalashib shu ishlarni tashkil qildik. Asalarichilikda, mana limonchilikda asalarichiligimizni boshlanishi bir 4 ta o yerdan boshladik. Boshlaganmiz. Hozir Xudoga shukr bir 20 tadan oshyapti. Daromadi ham yaxshi. Endi bir imtiyoz imkoniyatlardan foydalandingiz. Oldin masalan qila olmagansiz-ku shu ishda. Imtiyozlardan shu kredit olganmiz. 17% kreditdan 3 yilga berildi. Uni hammasi hozir tashkil qilib barni uzib bo'ldik, qarzlar qolmadi hozir hisobi. Daromad ko'rsak endi 100 kilo, 150 kilo shunga bo'lib turibdi mas vaqtda. Men aqsan hammasi bo'lar ekanda. Undan keyin so'ng bu issiqxonaga deb kredit oldik. Uni ham hozir uzib bo'ldik kreditni ham. 1,5 sutek limonlarimiz bor, 1,5 sutek mandarin aralashib kelgani bor. Bu keyin hosilimiz yaxshi bo'lgandi.
chiqib 200-3 kilodan oldik. Hozir yangi bo'lgani uchun bular yosh hali limonlarimiz bari. Nasib bo'lsa shu bilan yaxshi hozir kutyapmiz. Hokim yordamchilar kelyaptilar. Ko'p ketyapti. Yana buni kengaytirishga yo'lga qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Sotsak pul bo'lyapti. Bo'lmasa ro'zg'or ishlatyapmiz. Mazkur mahallaning mas'ullari har kuni hudud aholisi bilan muloqotda bo'lib, muammolarni o'rganishga, yechimini topib, ko'mak berishga harakat qilishadi. Bu jarayonda aholi bandligini ta'minlash va bunga tadbirkorlarni jalb etish yaxshi natija beryapti. Hunarmandchilik bilan shug'ullanayotgan va buni daromadli tadbirkorlikka aylantirgan Sobir Raimov ayni jarayonda yetakchilardan biri. Mana shu ustaxonamiz tashkil qilganimizga mana qariyb 4 yil bo'lyapti. O'zimiz arendaga turardik, Karmanada. Hokim yordamchimiz chaqirib Navbahorda tashkil qilganiga shu birinchi 33 million kredit yordam berib ustaxonani tashkil qildik. Xudoga shukr, mana ustaxonada boshlaganimizda 2 kishidan boshladik. Hozir 15 tacha ishchimiz bor. Nasib bo'lsa yanada kengaytirish maqsadimiz bor. Haykaltaroshlik, mana bunaqa ganch uymakorlik yo'nalishlarda ishlayapmiz. Oqtosh masjidini shu bezakli ishlarini amalga oshirdik. Zarafshon masjidi, Ijand masjidi, 3-4 masjid va bir nechta masjidlar hozirgi kunda Xatirchini masjidini boshlaganmiz. Shu to'yxonalar, hovlilar, uchastkalar. Daromadi yaxshi, buyurtmalarimiz ko'p. O'zimizda oldingi kreditlarni hammasini yopib, daromadga o'tib, mana hozirgi kunda shu yerda chiroyligini ishni barpo qilganmiz. Bir vaqtlar to'g'ri, siz ham masalan talaba bo'lgansiz, o'qib o'rgangansiz. Mana shu imkoniyatlar natijasida o'zingiz ishlab bo'ldingiz va bugun mahalladagi shu ishsiz, imkoniyati kamroq insonlarga ko'mak beryapsiz bu yo'nalishda. Endi bir shogirdlar ham tayyorlayapsizmi? Shogirdlarimiz bor, shogirdlarimiz bor. Hozirgi kunda bir 5-6 kishi shogird taqlaganmiz. Shu yo'nalishda nasib bo'lsa, Xudo xolasa o'zlari bir ustaxona ochib kelajakda bundanda kengroq qilish niyatlari bor. O'zimda ham ustozlarim bor. Tushunmagan joyimni ustozlarimdan borib ko'mak so'rayman, kelib tushuntirib ketadilar. Hamma gap og'iz birlikda-da. Men ustozlarimdan, shogirdlar esa mendan so'rashib kelib turibdi. Maqsadimiz xalqimizga xizmat qilish, mahallada ishsizlikni kamaytirish. Hududda bunday tadbirkorlar ko'pligi albatta quvonarli. Daromadli ishning boshini tutayotganlar safida tumandagi Paxtakor mahallasi aholisi ham yetakchilar safida. Ayni paytda mahallada 1114 ta xonadonda 3874 nafar aholi istiqomat qilsa, ularning farovonligini oshirish har kunlik muhim jarayonga aylangan. Boquvchisini yo'qotgan xotin-qizlar bo'ladimi? Migratsiyadan qaytgan aholi vakilimi? Ular aslo e'tibordan chetda emas. Tikuvchilik qilib yuraman, mahalla menga yordam ko'rsatib, tikish ishini amalga oshirib, tadbirkorlik qilishim uchun menga mashina bilan ta'minlashdi. Katta rahmat hammalariga. Mana o'z tadbirkorlik qilib, mana mahallamiz ayollari bilan birgalikda uyimdan mana kichkinagina xona ochib tadbirkorlik qilyapman. Mana tikkan narsalarimni ko'rib hamma mana kelishyapti. Ko'rpa to'shaklar, suzanalar, mana bu hozirgi yoshlar bo'lib kiyimlar, mana olimdagi mana qizlar bilan birgalashib tikib, tadbirkorlikni yo'lga qo'yayapman. Mana bolalarim bilan birga turaman. Boquvchimiz yo'qligi tufayli salgina qiynalib qolgan edim, mashinam yo'q edi. Mana hozir mashinalik bo'ldim. Demakki, o'sha bir oddiy bir mahallaning ko'magi, o'sha yurtimizdagi e'tibor sizni hayotingizni o'zgartirdi. Albatta katta rahmat. Ancha ishlarim oldinga qarab ketyapti. Nimaga deganda tikish mashinkani qiynalib turgandim. Hozir tikish mashinam bilan yaxshi daromad olyapman. Bolalarim bilan birgalikda yaxshi xalq qatori yashab kelyapmiz. Shu yo'nalishda korxona ochib tadbirkorlik qilmoqchiman. Mahallamiz raisi, hokim yordamchisi yordam ko'rsatib, so'rab turishibdilar. Hammalariga rahmat. Mahalladagi Marjonlik ko'chasi 195-uyda yashovchi Munavvar Chaqayevaning o'g'illari bir necha yil avval xorijga daromadli ish izlab ketgan edi. Farzandlari sog'inchi, ularning sog'ligi, tinchligidan doim xavotirda bo'lgan onaning bugun kunlari halovatda o'tayapti. Oilada biz 12 kishi yashaymiz. 2 ta o'g'lim, bitta qizim, kelinlarim, nabiralarim bor. O'g'illarim Rossiyada edi. Har xil imkoniyatlar, Allohga shukr, prezidentimiz tarafidan berilgan imkoniyatlar eshitib, o'g'illarim chaqirib oldik. Hozir imtiyozli kreditlar chiqdi. Shundan muzqaymoq ishlab chiqaryapmiz. Yana
asalarichilik boshladik. Unga ham kredit orqali kichkina o'g'lim ishsizligi uchun asalariga kredit chiqarib, hokim o'rinbosari mahalla yordam berib, shu asalarichilikni boshladik. Keyin yana bolalarim kengaytiraylik deb kredit chiqardida mol qildik, qara mol. Asosan go'sht yetishtirib beradi. Bor imkoniyatdan foydalanaylik deb parnik qildik. Parnikda limon, pomidor ekib hosil olib, chiqib ozmi ko'pmi foydasini ko'ryapmiz. Yana finoblok apparatini olib kelib Farg'ona vodiydan o'zlari shuni ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Kredit olib 30 million iste'mol kreditdan olib, shundan foydalanyapmiz. Qizim ham resirda turadi, unga ham mahalla tarafidan tikish mashinkalari berildi, tikish qiladi, o'qiydi, shu tikish orqasidan kontragini to'lab, chiqib zamondan orqada emas, Allohga shukr, boricha yashayaptilar. Endi bolalarim chetda emas, o'zimizda O'zbekistonda ko'nglim xotirjam, bola chaqa oilasini bag'rida bosh bo'lib, oilasiga ishini rivojlantiryapti. Albatta har bir oilaning totuvligi, hamjihatligi yurtimiz taraqqiyotiga asos. Bugun mahallalarda hokim yordamchilari shu yo'lda faollar. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan shu kambag'allikdan farovonlik sari dastur ilgari surilgandan keyin bizning mana shu Paxtakor mahallamizdan bir qancha ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan mana shu aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha birinchi etapda 20 ta xonadonimizga 4 ta homiy tashkilotlar biriktirilib, tashkilotlar bilan birgalikda xonadondagi oila a'zolarining ehtiyoji, kimning kasbga o'qishga ehtiyoji bor, kimning imtiyozli kreditga, kimning misol uchun bandligini ta'minlashga ehtiyoji bor, ehtiyojlari o'rganilib, o'sha tegishli tashkilot biriktirilgan tashkilotlar bilan hamkorlikda o'sha 20 ta xonadonga amal yordamlar ko'rsatilib, bugungi kunda ular kambag'allikdan chiqarildi. Hozirda mahallamizda o'sha fuqarolarning bandligini ta'minlash borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan mana shu 2025-yilda bizning mahallamiz, Paxtakor mahallamiz ixtisoslashuv issiqxonachilikka tushganligi sababli mana shu 3 oy davomida yanvardan aprel oyiga qadar 80 dan ortiq yangi qo'shimcha issiqxonalar qurildi. Bu issiqxonalarning ham aksariyati mana shu chet davlatdan migratsiyadan qaytgan fuqarolarimiz hamda bugungi kunda ijtimoiy reyestrda turadigan hamda qo'shimcha daromad olishga ishtiyoqi bor, istagi bor fuqarolarimiz xonadonlarda amalga oshirilib, mavjud issiqxonalar qurildi. Issiqxonalar hozirda ushbu issiqxonalarning barchasida o'sha ekinlar ekilgan bo'lib, aholi qo'shimcha daromad olishni boshladi. Shuningdek, nogironlik bor fuqarolarimizdan bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Nogironlik bor fuqarolarimizni holatiga qarab, kasbga o'qitish yo o'sha qo'ldan keladigan imkoniyatiga, ish turiga qarab, turli xil ishlarga jalb qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan mana shu ijtimoiy reestr kiritilgan bir necha nafar ayollarimizdan bugungi kunda mana shu Navoiy shahridagi non ishlab chiqarish sexlariga ham ishga qo'yganmiz. Hozirgi kunda shu fuqarolarimiz shu ishlab chiqarish sexlarida o'z faoliyatini olib borib, shu oilasiga qo'shimcha daromad olib kelmoqda. Tumanda kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlashga mas'ullar bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yil boshida 1891 nafar ishsiz aholi ro'yxatga olingan edi. Ayni paytgacha maqsadli jarayonlar bois ularning 631 nafari ish bilan ta'minlandi. Hududlarda 5 marotaba tashkil etilgan mehnat yarmarkalari ham ayni jarayonda ko'pning muammolari hal bo'lishiga imkon yaratdi. Ikkinchi sonli politexnikumda o'tkazilgan karyera kuni doirasidagi mehnat yarmarkasi bitiruvchi yoshlar va hududdagi ikkita mahalla aholisi uchun yaxshi ish topishga ko'mak berish maqsadida tashkil etildi. Mana bugun Navoiy tumanida biz karyera kuni mehnat yarmarkasini o'tkazdik. Bundan asosiy maqsad mana shu Navoiy tumanida, Karmana tumanida, Kanimex tumanidagi kambag'al xonadonlardagi ishsiz fuqarolarimizni ish bilan ta'minlash yo'nalishi. Undan tashqari mana bitiruvchilarimiz bor 1200 ta. Mana shu yoshlarimizni ham ish bilan ta'minlash maqsadida 100 dan ziyod korxona va tashkilotlar bo'sh ish yo'llari bilan qatnashdi bugun. Undan tashqari mana tadbirkorlik yo'nalishida 11 ta bank filiallari o'zini paketlari bilan qatnashdi. Qanaqa yengilliklar, tadbirkorlik yo'nalishi, imtiyozli kreditlar va hokazo. Mana shu avvalambor eng asosiy maqsadimiz mana shu kambag'al xonadonlardagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlab, aholi daromadini jon boshiga oshirish. Eng asosiy maqsad kambag'allikdan chiqarish va doimiy ish bilan band qilish. Mana shu mehnat yarmarkalari orqali mana shu ishsizlikni kamaytirish va mana bugungi kunda mana yangi loyihalar orqali kambag'allikni kamaytirish yo'nalishlarida ishlar olib boryapmiz. Ayni paytda viloyatimizda 25 ta kasbiy ta'lim muassasalari bor va ularda 94 xil yo'nalishlarda 11300 nafar yoshlar tahsil olib,
kasb-hunar sirlarini o'rganmoqda. Tumandagi 1300 nafar bitiruvchi yoshlarning mustaqil hayotda o'z yo'lini topishi uchun shunday tadbirlarni yil davomida bir necha bora tashkil etish ko'zda tutilgan. Ko'rmeq tuman politexnikumida hozirda 474 nafar 5 ta yo'nalishda o'quvchilar tahsil oladi. Hozirgi kunda payvandlash yo'nalishida darsdan tashqari o'quvchilar bilan birgalikda arg'imchoq, karavat yasab xalqqa sotilmoqda. Ya'ni darsdan tashqari o'quvchilar bilan birgalikda daromad ko'rilmoqda. Shuning bilan birgalikda payvandlashdan tashqari elektrik, tikuvchilik, avtomobilga xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida bizada xizmatlar ko'rsatilyapti xalqqa va kelgusidagi maqsadimiz yanada ko'proq hunar turlarini kengaytirib, o'quvchi yoshlarimizni yaxshi kadrlar qilib yetkazib chiqarish. Kambag'allikni qisqartirish maqsadida 83 nafar kam ta'minlangan oila farzandlari 3 oylik qisqa kurslarimizda tahsil olmoqda hozirgi kunda. Bugungi mehnat yarmarkasida faol qatnashyapman. Bu yerda korxona tashkilotlari bizga ish taklif qilishyapti. Men albatta bu ishlarga qiziqish bildiryapman. Chunki biz bu yerda hamma kasblar haqida to'liq ma'lumotga ega emas edik. Bu yerda bizga ma'lumot berishyapti va bu yerda men o'zimga kerakli ishni topishimga ishonaman. Shu boisda tikuvchilik korxonalarini faoliyati, imkoniyatlari bilan tanishdim. Yumshoq o'yinchoq yasash, kiyimlarni modellashtirish, tikish dizaynlari viloyatimizda ham juda rivojlangan ekan va kelgusida men uni yanada rivojlantirmoqchiman. Jarayon qiziqarli va yoshlar uchun foydali kechdi. Unda ish beruvchilar qatorida boshqa kasbiy ta'lim muassasalari ham ishtirok etib, o'zlarining yo'nalishlarida amalga oshirayotgan ishlari, ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni ham namoyish etdilar. Kariyerlar kuni mehnat yarmarkasida kasbiy ko'nikmalar markazi hisobidan qatnashyapmiz. Bizning kasbiy ko'nikmalar markazida 40 dan ziyod o'quvlar tashkil qilingan. Bunda tikuvchilik, yumshoq o'yinchoqlar ishlab chiqarish, har xil xorijiy tillar, qolaversa ko'pgina biznes yo'nalishlarida ham bugun o'quv kurslari olib borilyapti. Albatta bugungi kunda ishsiz aholini bandligini ta'minlashda o'z bilim va g'ayratimizni ishga solib, ushbu ishsiz aholini ushbu mehnatga o'rgatish bilan birgalikda o'zimizni faoliyat olib borayotgan korxonamizga ishga qabul qilishni ham o'z vaqtida olib boryapmiz. Bugungi kunda men o'zim mas'uliyat cheklangan jamiyatni tashkil etganman. Ushbu tashkilotimda bugungi kunda 30 dan ziyod xotin-qizlar faoliyat olib boryapti. Nasib bo'lsa kelgusida biz yana ham bu korxonamizni kengaytirish imkoniyati bor. Shu yil hisobiga 50 ta ish o'rni yaratishni rejaga kiritganmiz. Bundan tashqari biz bugungi kunda issiqxona ham tashkil qilyapmiz. Bunda yangi qulupnay navini yaratishni yo'lga qo'ydik. Shu yil kamroq ekkandik, bu natijasi yaxshi bo'ldi. Kelgusida katta issiqxonalar yaratib, ushbu qulupnay navini ko'paytirishni va xalqimiz dasturxoniga o'z vaqtida yetkazib berishni rejaga kiritganmiz. Albatta bu ishsizlar sonini kamaytirish va ishsizlikni oldini olishga katta xizmat qiladi. Navoiy shahar politexnikumida ham bugungi kunda 7 ta yo'nalishda 1700 nafardan oshiq yoshlar tahsil oladi. Moddiy texnik bazasi yangilangan va kerakli darslik, qo'llamalar bilan ta'minlangan muassasada ham bir necha mahsulot ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan va yoshlar ish o'rganib, tadbirkorlikni tashkil etish borasida malakasini oshirib borishyapti. Bugungi tadbirda biz mana shu o'zimiz ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz bilan qatnashyapmiz. Hozirgi kunda bitiruvchi kurslarimizni ish bilan ta'minlashda kelajakda hozir maqsad qo'yganmiz. Hozir mana bitiruvchi kurslarimizni tugatgandan keyin 10 nafarni ishga bilan joylashtiramiz. Keyinchalik sekin buni hozirgi kunda mahalliy bozorlarga sotyapmiz. Kelasi yildan eksport variant qilib, ya'ni chetga xalqaro bozorlarga chiqib, O'zbekistonimizga shu valyutani kirgizib, shu ishchi o'rinni tashkil qilib, ko'paytirib, yoshlarimizni band qilamiz. 5 yildan beri mana shu xo'jalik sonini ishlab chiqarishdi. Shu yoshlarni jalb qilib, qiziqtirib, bu sohaga erta kelajakda ham o'zlari yuritishi uchun, o'zlari ham shu sohani ochish uchun, yana firma yoki ishlab chiqarish sexlari ochish uchun keng sharoitlar yaratib bermoqdamiz. Tumanda karyera kunini namunali tashkil etishga munosib hissa qo'shgan Politexnikum ham bu borada yetakchilardan biri. Yoshlarni kasbga yo'llash, til o'rganib, jamiyat uchun kerakli kadrlar bo'lib yetishlariga ko'mak berish natijasida kundan kunga erishilayotgan yutuqlar salmog'i oshmoqda.
Navbahor tumani 2-son politexnikumimizda 17 ta yo'nalishda 650 ta bola tahsil olyapti. Ulardan 290 tasi shu yil bitiruvchi hisoblanadi. Bizda ham dual ta'lim tashkil qilingan. Bitiruvchilarimizni deyarli 70% ni shartnomasi bor. Navoiyzot, Navoiy kon metallurgiya kombinati, issiqlik stansiyalari bilan shartnomalarimiz bor. Bolalarimiz deyarli ish bilan ta'minlanadi. Bugungi karyera kuni mehnat yarmarkasida qolgan 30% o'quvchilarimizni ish bilan qamrab olamiz degan maqsadda bugun mana shunaqangi chiroyli karyera kunini mehnat yarmarkasini tashkil qildik. Bizda bolalarni o'qish uchun imkoniyat juda ham keng, hamma shart-sharoitlar bor. Koridorlarda Wi-Fi'largacha ulangan, eng oxirgi modeldagi payvandlash stanoklari, tokerlik stanoklari, elektr, quyosh panellarini remont qilish va o'rnatish stanoklari o'rnatilgan. Germaniyaning GIZ firmasidan bizaga tikuv mashinkalari keltirilgan. Tikuvchi qizlarimiz sexlarda ishlab, oylik maoshga chiqib, bugungi kunda qo'shimcha daromad topish bilan ham shug'ullanib kelishmoqda. 2025-26 o'quv yiliga xalqaro Persin dasturi asosida 4 ta yo'nalish tashkil qilingan. U yerda o'qigan o'quvchilarimiz 2 ta diplom oladi. Ya'ni birinchisi o'zimizda O'zbekistonni diplomi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Angliyani sertifikati, 70 ta mamlakatga o'tadigan sertifikatni oladi. Bu xalqaro ta'lim dasturini tashkil qilishdan asosiy maqsadimiz migratsiyani qisqartirish, noqonuniy chet elga chiqib ishlashni qisqartirishdan iborat bo'lib, o'quvchilarimiz bir o'quv yili davomida 2 oy Buyuk Britaniyaga borib amaliyot ham o'tab keladilar. Ha, mamlakatimizning kelajagi shijoatli, o'zi va oilasi, qolaversa yurtimiz ertasi uchun intilib yashaydigan yoshlar qo'lida. Bugun tumanda shu yo'lda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, tadbirli, bilimli, komil insonlar qilib voyaga yetkazishga alohida ahamiyat berilmoqda. Va shunday jarayonlar bu yo'lda yuqorida ta'kidlaganimizdek o'z natijasini berishi shubhasiz. Sohada ish olib borayotgan mutaxassislar mas'uliyatini yanada oshirish, kelajakka umid bilan qadam tashlayotgan yoshlar uchun yaxshi imkon bo'lgan tadbir endilikda viloyatimizning boshqa hududlarida ham tashkil etilishi ko'zda tutilgan.